Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Suyunchoq qishlog'iga yangi anjom bergan bo'ldi ustalar, rahmat. Xudo xolasa yaxshi kunlarni xizmat qilsin. Effekti zo'r ekan. Isishlari zo'r. Nima qilib keldi? Rahmat ustalarga. Mana hurmatli obunachilar, Uchko'prikka kelib, hamyonat kelib, o'rnatib, yoqib berdik. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, salomlarni nomerlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Pechga 1 metrlar to'rtlik lista bo'lgan. Va yoqib, sinab berdik. Mana tortishlari umuman tutun qaytarmaydi, shamolda ham tutun tutamaydi. Faqat tortadi, isitadi. Xudo xolasa, kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, sarlavhada nomerlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilasizlar. Pechga 1 metrlar hamyog'ini o'zimiz olib, o'rnatib, yoqib beramiz. Videogasi sement qum. Shepadan chiqargan o'zimiz tubi. Zigzagga bir 15-20 ta pishganish ketadi, shular olib qo'yadi, qolganini olib, o'rnatib, yoqib beramiz. Vodiy bo'ylab xizmatlar bor. Videoga like bosib, kanalda yangilar bo'lsa obuna bo'lasizlar. Old tarafi ablisovka ishlari bilan olib yoqib berdik. Oldi ko'rinishi. Orqasini ham ko'rsatib qo'yamiz. Orqa tomoni. Orqa tomoni ham bir chiroyli uyda ko'rkiga ko'r qo'shib turaveradi mana. Mushat qilmaydi. Yozda buzib bering, qish tugasa buzib bering, qishda qurib bering degan narsalardan qutuladiganlar aloqaga chiqib olasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.